Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo yana navbatdagi ishlarimiz tadbiri o'zini egalariga ustunokalarni qilib berdik, chiroyli qilib. Bu yerda Alibis brendidan antrasitga verandasi berganmiz. Eshiklarni balkondan qilib, tashqariga chiqishlarni cho'kka qilib, zamonlarni chiroyligidan qilib berganmiz. Ancha-muncha kirlari bor, endi hozir ustunovka qilyapmiz. Endi artvarsa chiroyli bo'ladi inshaalloh. Mana bu yerda xudo xohlasa ozgina kam 100 kvadrat joyimiz bor. Mana shu bolalar bilan birga yasadik. Shagird bolalar bilan tasirati xudo xohlasa 100 kvadrat joyimiz bor. Berganimiz oynalarni qoradan qilib, xudo xohlasa cho'kka qilib berdik mana. Kancha bilan chiroyli qilib. Kimgadir xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsa bo'lar. Puliga qiziqadiganlar, men hech o'zi pullarini manchaga qildim deb aytmagan edim. Puliga qiziqadiganlar bo'lsa, joyiga qarab chiqarib berilaveradi. Mana misol uchun mana shu joyimiz, buni bir 15 kun oldin gaplashgan edik, dogovor qilgan edik. Ashunda 500 mingdan 1 kvadratga to'g'ri kelgan edi. Endi hozir ayni mana shu kunga hozir mana aynalar ko'tarilib ketgan. Profillarimiz ham ozgina qo'shilgan narxlari bundan sal qimmatroq chiqishi mumkin bo'lar edi. Shunga bu narxiga endi shu vaqt ham, oyna ham, materiallar ham ta'sir qiladi. Xudo iloji boricha hamyon bo'lib qilishga harakat qilamiz. Endi agar shunaqa xizmat bo'lsa, bemalol murojaat eta olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo yana navbatdagi ishlarimiz tadbiri o'zini egalariga ustunokalarni qilib berdik, chiroyli qilib. Bu yerda Alibis brendidan antrasitga verandasi berganmiz. Eshiklarni balkondan qilib, tashqariga chiqishlarni cho'kka qilib, zamonlarni chiroyligidan qilib berganmiz. Ancha-muncha kirlari bor, endi hozir ustunovka qilyapmiz. Endi artvarsa chiroyli bo'ladi inshaalloh. Mana bu yerda xudo xohlasa ozgina kam 100 kvadrat joyimiz bor. Mana shu bolalar bilan birga yasadik. Shagird bolalar bilan tasirati xudo xohlasa 100 kvadrat joyimiz bor. Berganimiz oynalarni qoradan qilib, xudo xohlasa cho'kka qilib berdik mana. Kancha bilan chiroyli qilib. Kimgadir xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsa bo'lar. Puliga qiziqadiganlar, men hech o'zi pullarini manchaga qildim deb aytmagan edim.